Короче, bu videoni do'stlar, AdinXbetga million so'mni yutqizgan o'rtog'inglarga tashlaysizlar. Bizga, короче, 123 ming so'm va Telegram Xparibet UZB Telegram kanalidagi vzlom programma va любой o'yin bo'ladi. Chunki biza programmani vzlomat qilib beramiz. O'zi avtomatik vzlomat bo'ladi. И любой o'yinga kirasizlar, 123 ming so'm tikasizlar, hisobni shuncha to'ldirasizlar, bo'ldi. Mana o'zi ko'ryapsizlar. Bizada уже 5x bor. 738 ming so'm. Sразу g'alaba, unaqa mag'lubiyat, zaybat bo'lib o'tirmaysizlar. И kim kamroq tikaman desa, 123 ming hisobini to'ldirib, 112 ming 300 so'mdan ham tiksa bo'laveradi. Hozir tikyapmiz. 12 ming 300 so'mdan ham, короче, o'ynab ko'rsatib beraman. Yutsa bo'ladi. Kichkina summa, katta summa farqi yo'q. Основной ish Xparibet APK UZB Telegram kanaliga kirish kerak. Vzlom programmani yuklash kerak. И hisobni 1 2 3, ya'ni 123 ming so'mga to'ldirish kerak. Promokod kiritilmaysizlar. Men unaqa promokod kerak emas. Vzlom programmani olib hisobni 123 mingga to'ldiramiz. Xo'p, keyin dalshi stavkada ham 12 ming 300 so'm yoki 123 ming so'mni o'zini tiksanglar ham bo'ladi. 1 2 3 tikish kerak. Shunda programma vzlomat bo'ladi, sizlar ketma-ket g'alabalarga erisha olasizlar. Mana o'zi ko'ryapsizlar. 12 ming 300 so'mdan ham o'ynayapmiz. Sal yutish qiyin bo'lyapti, lekin minusda emas biz. Hozir 123 ming so'mni уже 700 qancha qilganmiz. Xo'p, ketdik. Ko'k tosh 2x degani, yashil tosh 5x. Hozir tepadagi to'layotgan narsalar, toshlarni, короче, 7 tadan yig'ish kerak har bitta toshni. Kamida 3 ta toshni yig'ib bo'ladi. Xo'p, bizda hozir 5x ga bitta bor. Yo'q, to'lmadi. Xo'p, 2x uchun ketdi. Ko'k fioletli toshlar, sariq tosh 1x pulni qaytarib beradi. Mana bu qizil toshni yig'ish degani 10x degani. 10x ni ushlaysiz, qizil toshni yig'sangiz. Xo'p, ketdi. Bizda bor qizil tosh, ya'ni 10x 120 ming уже bor. 2x bor bizada, ko'k tosh, fioletli tosh ham to'ldi. И bo'ldi. Bizada 159 ming yana g'alaba.